Yosh avlodni qonunga ehtirom va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash kelajagimizning kafolatidir. Yurtimizda inson qadrini ulug'lash, yosh avlodni qonunga itoatkor, ma'nan yetuk va jismonan barkamol qilib tarbiyalash borasida amalga oshirilayotgan islohotlar tobora yangi bosqichga ko'tarilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ichki ishlar organlarining voyaga yetmaganlar o'rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasiga oid faoliyatini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi Prezident qarori ijrosini ta'minlash maqsadida mamlakatimizning turli hududlarida keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. Shu kabi muhim tashabbuslar doirasida joriy yilning 15-18 aprel kunlari Termiz shahar maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 7-sonli umumta'lim maktabida yosh avlodni ma'naviy va jismoniy barkamol qilib tarbiyalash, huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini oshirish, ularni qonunga hurmat ruhida voyaga yetkazish maqsadida katta ahamiyatga ega sport tadbirlari tashkil etildi. Mazkur musobaqalar Ichki ishlar vazirining kubogi uchun o'tkazilib, unda Termiz shahridagi maktab o'qituvchilari va o'quvchilariga shaxmat, shashka, mini futbol, stol tennisi va voleybol kabi sport turlarida o'z mahoratlarini namoyon etdilar. Haqiqiy ruhiy ko'tarinkilik, do'stlik va sog'lom raqobat muhitida o'tgan ushbu musobaqalar albatta yoshlarimizning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, jamoada ishlash ko'nikmalarini shakllantirish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. G'olib va sovrindorlarga tashkilotchilar tomonidan qimmatbaho sovg'alar hamda esdalik mukofotlari topshirildi. O'rin olishga harakat qildi. Endi o'rin olmaganlar xafa bo'lmasin. Nasib bo'lsa yana tayyorgarlik ko'rib, keyingi musobaqalarda faxrli birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rin oladi. Viloyat kasaba uyushmasiga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Xudo xolasa keyingi tadbirlarimiz bundan ham katta bo'lishi kerak. Bu esa yoshlar qalbida yangi g'oya va intilishlar uyg'otib, ularni yanada faol va ibratli fuqarolar sifatida tarbiyalashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Maktab o'qituvchilari ishtirok etdi. Ushbu musobaqaga voleybol, mini futbol, shaxmat, shashka, stol tennis turlari bo'yicha tashkil etildi. Ushbu musobaqada men 9-umumiy o'rta ta'lim maktabidan ishtirok etib, stol tennis turi bo'yicha faxrli birinchi o'rinni egalladim hamda jamoamiz ayollari voleybol sport turi bo'yicha ham faxrli birinchi o'rinni egallab, viloyat bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritishdi. Shubhasiz bu kabi tadbirlar yurtimizda tinchlik va barqarorlikni mustahkamlash, yosh avlodning huquqbuzarlikdan yiroq turishi, yurtiga sadoqat bilan xizmat qilishiga undovchi muhim qadamlardan biridir.